Insult bosh miya qon tomirlarining yorilishi nima uchun sodir bo'ladi va nimasi bilan xavfli? Keling buni ko'rib chiqamiz. Qon tomir yorilganda qon bosh miyani o'rab turuvchi 3 qatlamli pardalar oralig'iga quyiladi. O'rta qatlam o'rgimchak to'ri deb nomlanib, juda ko'p miqdorda qon tomirlardan iboratdir. Aynan shu qatlamda qon quyilishi ko'p uchraydi. Lekin aslida qon quyilishi qayerda bo'lmasin, miyadami yoki o'rgimchak to'ri qatlamlaridami, juda xavfli. Shu tufayli kislorod yetishmasligi natijasida bosh miya to'qimalarining o'limi kuzatiladi. Agar qon quyilishi miya pardalarida kuzatilsa, qon hisobiga shish yuzaga keladi. Insult sababi har xil bo'lishi mumkin. Bosh miya travmasi, qon bosimining yuqoriga ko'tarilishi, miyadagi o'smalar yoki qon ivuvchanligining buzilishi. Insult simptomlariga quyidagilar kiradi: kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi va qayt qilish.